Assalomu alaykum aziz obunachilar. Navbatdagi konteyner profilidagi to'yxonamiz tayyor bo'lyapti. Uni yopish jarayonida har qanday o'lchamdagi zdaniyalar, mini stadionlar, molxonalar, skalatlar, katta obyektlarda tomlarni yopish xizmatlarimiz mavjud. Xizmatimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Firmamiz uzunligi 23,5 metr bo'lgan. İki sikatli bo'ldi. İki tomoni konvert holatida bo'ldi. Plus oldi shapkasi 4 metrlik bo'ldi. Mashinalar stankasi bor. Har qanday o'lchamdagi zdaniyalar tomini yopamiz. Arzon va sifatli mahsulotda konteyner profilida. Mana bu holati shoti holatda bo'lgan. Uzunligini evaziga mana bu shoti deyiladi. Mana bu da shoti deyiladi. Shoti variantida bo'lgan. Konvert qilgan joyi bo'lsa, biz shoti bo'lgan joy. Baquvvatligi bir xil, chidamliligi. Ustalarimiz buni tunuka qatirish jarayonida. Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab. Xizmat uchun pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Nomerimiz 88 835 35 04. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Mana ustagami ham gaplari bor ekan. Biz ham bespasretni ish qilamiz. O'zimiz tunga qatiramiz, mana ishni olganmiz o'zimiz. Murojaat qilaverasizlar bemalol shu bolani nomeriga. Buni olamiz, keling. Obyektimizda yarmi tunikasi qotirilib bo'ldi. Siliflari bilan yarmi qoldi. O'zingizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bo'ldi.